Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amma ba'd. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hammalarga Alloh taoloning salomi va rahmati va barakati bo'lsin. Alloh taolo sizlarga dunyo va oxirat yaxshilar bersin. Inshaalloh sizlar bilan yangi bir darsni boshlashni niyat qilibmiz. Boshlamoqchi bo'lgan bu darsligimiz Qur'oni Karimda tarjima va tafsir qilishlik darsligi. Qur'oni Karimda tarjima va tafsir qilishlik darsligimizning ko'rinishi Qur'oni Karimda har bir oyatini birma-bir darslik qilib chiqamiz. Misol uchun Kaf surasining 1-oyati. Bu bitta darslik bo'ladi. 2-oyati yana bitta darslik bo'ladi. Shunday qilib Qur'oni Karimda boshdan oxirigacha har bir oyatini birma-bir darslik qilib chiqamiz. Qur'oni Karimda qisqa oyatlar ham bor. Qisqa oyatlarni 2-3 oyatlarni jamlab bitta darslik qilamiz. Sababi oyatlar qisqa bo'lganligi uchun. Qur'oni Karimda tarjima tafsir qilishda foydalangan kitoblarimiz Zubdatu tafsir, Tafsiri Jalalayn, Tafsiri Sa'di, Tafsiri Ibn Kasir. Mana shu kitoblardan foydalanib Qur'oni Karim tarjima va tafsir qilib chiqamiz. Alloh taolo mana bu boshlamoqchi bo'lib turgan tafsir darsimizni Alloh taolo o'zi davom qilsin. Alloh taolo qilayotgan darslarimizni umum musulmonlarga o'z manfaatli va foydali qilgan bo'lsin.